Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men sizlarga hozir dengiz bo'yidan sun'iy orol ustiga quriladigan 2 yotoqxonali 3 ta loyihani ko'rsatib beraman. Birinchisi Canyon loyihasi. Beyond kompaniyasidan. Kompaniya faqat lyuks segmentga fokus qaratgan. 2 yotoqxonali uy narxi 1,60,000 dollar va 115 kvadrat metr. To'lov tizimi 50-50. 50% qurilish davomida to'laysiz, qolgan 50%ni uy bitganda to'laysiz. Boshlang'ich to'lov 10%, qolganini oyma-oy foizsiz to'lasangiz bo'ladi. Ikkinchisi Breeze loyihasi Danube kompaniyasidan. 2 yotoqxonali uy narxi 1,75,000 dollar va 95 kvadrat metr. To'lov tizimi 70/30. Boshlang'ich to'lov 20%, qolganini oyma-oy foizsiz to'laysiz. Uchinchisi Chelsea Residence Damak kompaniyasidan. 2 yotoqxonali uy narxi 975,000 va 101 kvadrat metr. To'lov tizimi 60/40. Boshlang'ich to'lovi esa 20%, qolganini oyma-oy foizsiz bo'lib to'laysiz. Loyiha futbol klubi nomiga qo'yilgani uchun sotaman desangiz tezroq va boshqalarga nisbatan qimmatroqqa sota olasiz. Lekin men hozir sizga tavsiya qiladiganim Danube kompaniyasidan Breeze loyihasi, chunki 16-may kuni faqat bir kunga katta skidka berishyapti. Agar skidkaga ulgurib qolsangiz, ertaga yaxshigina daromad qilib olasiz va eng asosiysi apartamentga hamma italyanskiy mebel jihozlarini qo'shib berishadi.